Hammaga assalomu alaykum. Bugun men kursimga borib, gul kursimga, ya'ni gul yasash kursimga bordim. Va buket yasashni o'rgandim bugun. Va buni bugun men o'zim ham takror qilib ko'rish xohladim. Shuning uchun video ham qilib ko'rishni xohladim, chunki boshqalar, misol uchun uydagilariga, opa-singillariga o'g'il bolalar bo'lsa, qizlar bo'lsa, onalariga, misol uchun qaynonalariga hadya qilishlari mumkin, o'z qo'llari bilan yasab deb o'yladim. Faqat asosiysi men nima deydi, upakovkani, men paketlarni paketlashni o'rganmadim. Prosta buket qilishi, paketlashni keyingi darsda menimcha o'rganamiz, xudo xolasa. YouTube'dan ko'rib o'rganaman, qo'yishga harakat qilaman. Bugun asosiysi buket yasash. O'tgan safargi darsligimdan qolgan gullarim edi bular. Yomon bo'lganlarni tashlab yubordim. Yaxshilarini saralab, qaytalab qilib ko'raman. Mana bu yerda sun'iy gulim bor. Uni ham ishlatib ko'rishga harakat qilaman. Chunki atirgullarim kam. Nimalarim, qo'shimcha misol uchun barglarim normalniy ko'p. O'tgan safar umuman o'lib qolmas ekan, bularni suvga solib, ko'kartirib, qayta ishlasa bo'ladi deb aytdi ustozim. Shuning uchun bir proba qilib yasab ko'ramiz. Birinchi navbatda barigi normalniy gulni tanlaymiz. Va unga atirgulni yoki gvazdikani olamiz. Men asosiysi birinchi atirgul qo'yibman. Lekin u anaqa kalta ekan-da. Men buni qo'yaman deb. Raznicasi ozgina bo'lishi kerak, chunki qaraganda ozgina chiqib turishi kerak. Вообще uzun bo'lib ketsa ham gul ichida qolib ketadi. Men eng chiroylisi mana shu bo'lsa kerak. Ustozim shunaqa ko'rsatdi. Birinchi buni qo'yamiz. Men barglarim ko'p bo'lgani uchun kattaroq buket qilish xohlaganim uchun o'zi bitta gul, misol uchun gvazdika, mayda misol atirgulchalaringlar bo'lsa, kichkina atirgulcha 3 xil bo'lib ketish kerak, keyin bitta barg bo'lishi kerak. Men bitta gul, bitta barg, bitta gvazdika, bitta yana barg qilyapman, chunki bargim yetarli, katta buket bo'lib ketishi uchun qilyapman. Shuning uchun hamma o'ziga vaziyatiga, shart-sharoitiga qarab qilsa bo'ladi. Men ham o'zi shart-sharoitim jinnicha men gullarim slabый va уже o'lib qoladi deb men baribir yasashim kerak. Behudaga bular berilmadi. O'qituvchi, ya'ni o'qish tomonidan bizga chet elliklar uchun